Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Maqsad ko'taman. Xullas, uyni tozalash kerak. Yaqinda xo'jayin chet eldan keladilar. Uyni tozalab qo'ymasak bo'lmaydi. Shunga nima deysiz? Mayli, qancha berasiz? Avval ishni ko'raylik. Shunga qarab narxni aytasiz. Mayli, Xo'sh, qancha so'raysiz? 100 berasizmi? Rostdan $100lik tozalaysizmi? Dollar. Ha, $100. Mayli. Agar ishingiz yaxshi bo'lsa, $200 beraman. Roziman. O'zim tozalayman. Kimsan o'zi? Hormang, yosh qiz. Uzr, qo'rqitib yubordim. Hech qisi yo'q. Keyin o'rnidan turganlarida nonushta qilish kerak. Albatta. Nima tayyorlash kerak? Muzlatgichda hamma narsa bor. U bir narsa qilsangiz bo'ladi. Faqat shuni tezlashtirib bersangiz bo'ldi. Qo'ling qattiq aka. Kechirasiz. Men bilmay qoldim. Chiqsi yo'q. Marhamat. Nonushtangiz. Buncha zo'r. Yeb ko'ring-chi. Qididan yaxshiga o'xshaydi. Qani ke o'zing ham o'tir. Yo'q, rahmat. Yoqim eshitdim. Mana bu xizmat haqqingiz. Xizmatingizga rozi bo'ling. Rahmat sizga. Sizni tashab qo'yaman. To'xta. Telefon raqamingni tashab ketmaysanmi? Telefon ishlatmayman. Bo'lishi mumkin emas. Kamida 15 yoki 16 ishlatsang kerak-a? Yo'q, rostdan ishlatmayman.